Ularning orasidan Altiya gerslikligi eng chuqur aloqadaligini bilib olsa bo'ladi. Mening nima demoqchi ekanligimni juda yaxshi bilasan. Albatta, buni menga ishonsangiz bo'ladi. Ha, yana axborot gildiyasi. U yer tozami? Ha, bu Moviy Oyda alohida holatda ko'rib chiqilmoqda. Ammo gildiyalar ularning barchasi bir xil. Ular buni qilich ustasi yaratgan do'zax qilichi deya atashadi. Vaziyatni kuzatishda davom etaymi? Ha, bu masala uning qulog'iga yetmasligi kerak. Buni aytib beri aytaman. Menimcha hammasini bilasiz. Lekin uning oilasi birinchi bo'lib uni nishonga oldi. Bu buyruq emas. Biz qilichmiz. Qilich esa o'z xohishiyle fikrlay olmaydi, to'g'rimi? Moviy Oy faqatgina buyruq bergandagina harakat qiladi. Esingizda bo'lsin, bu odam hamma narsani biladi. Uning hafsalasi pir bo'lishiga yo'l qo'ymang. Hali ham tushunmayapman. Yutiyaning bu darajadagi ulkan qobiliyatlari bo'la turib, faqat fosh bo'lishdan qo'rqib, bezovta bo'layotgani ajablanarli. Tushundim. Bularning barchasi buyuk oy bo'lmish u uchundir. Yo'q, boshqa xohlamayman. Dafa marosimidan keyin to'liq bir oy davomida shu ishlar bilan band bo'ldim. Jensen, men faqat yeb ichib, hech narsa qilmasdan yashashni istayman. Har zodagonlar shunday yashashadi-ku. Garchi dushmanlarim ko'paygan bo'lsa ham, aslida Leonning o'limi 6 yildan keyin bo'lishi kerak edi. Lekin aka-ukalarning o'lim tartibi o'zgarganidan keyin naslga oid barcha majburiyatlar merosxo'r sifatida menga ag'darildi. Yosh usta, kirsak maylimi? Nega hamma jon-jahdi bilan ishlayapti? Graf tirik paytda ham bularning barchasi bekor yotardi-ku. Uni jahli chiqdimi? Biz yana ham ko'proq ishlashimiz kerak. Men o'lishni xohlamayman. Ular meni yashirin boshliq deb o'ylashgani uchunmi? Hamma ehtiyotkor bo'lib qolgan. Shunchaki ishni jimgina bajarishni xohlaydigan sobiq qul. Ular hammasini o'zlari boshqarsa bo'lmaydimi? Men aralashishim shartmi? Oy, yosh usta. Rostini aytsam, hayratdaman. Faqatgina 2 yil o'qib, har san'atidagi 2-darajaga yetdingiz. Odatda bu bosqichga yetish uchun 4 yillik ta'lim kerak bo'lar edi. Sehr ham qobiliyatsiz holatda ishlatadigan narsa emas. Demak menda ozmoz qobiliyat bor ko'rinadi. Har holda o'zimni himoya qilish uchun juda ko'p mashq qildim. Birinchi o'rinda ma'noni noziklik bilan boshqarishni bilish kerak. Lekin hammasi yarimta bo'lsa, bundan nima foyda? Bu dunyodagi barcha sehr turlarini sinab ko'rdim. Bularning barchasi dastlab hayajonli edi. Agar rejim ish bersa, xavf bo'lmaydi. Sekinlik bilan o'rganaman. Ammo o'z jonimni saqlashga shunchalik tirishar ekanman. Shuni tushundimki, mening ma'nam juda kichik. Hech narsa o'xshamayapti. Tug'ma ma'ni sig'ma sportchini tabiiy vazn toifasiga o'xshaydi. Mening ma'nam hali juda ham kichik. Agar boshqa yo'l bo'lmasa, yana bir usul bor. Ha, aytgancha, sizda balga taklifnoma bor. Balmi? Men allaqachon charchadim. Bu janubdagi Astariya qirolligida zodagonlar uchun doimiy ravishda o'tkaziladigan odatiy bal ziyofatidir. Men tozorada graf bo'laman. Balki shu bahona kimdir bilan tanishish nasib qilar. Jiddiy rejim. Nima qilyapsiz? Kelajakda tinch yashashim uchun zodagonlar bilan aloqa juda muhimdir. Lekin xafa bo'lmang. Buni nimasidan xafa bo'laman? Bu kutilgan reaksiya. Evan, yana ko'rishamiz. Meni pastda boqadan ekanligim uchun mesishmayotganligini bilaman. Katta bobomning davridan farqli o'laroq hozirgi Palatiy oilasi sharqdan kelgan aqldan ozgan talabalar bilan to'ladir.
Lekin men bu yerga quruq qo'l bilan kelmadim. Yashirincha mashq qilgan ijtimoiy ko'rikmamni ishga tushiraman. Bu sharobning hidi o'ziga xosdir. Juda nozik va xushbo'y. Balki bir ikkita shisha uyga olib ketarman. Jilmayish ijtimoiy qurolning asosidir. Ota bu yerda bir telba bor. Meni qutqaring. Yo'q, bu men kutgan natija emas. Bu yigit o'sha qizdan bu sharobni tortib oldimi? Ko'rinishidan bu yigit akalaridan ham ko'ra telbaroq ko'rinadi. Menimcha u xonim biroz uyatchan bo'lsa kerak. Yig'im terimi yomon emas ekan. Palladion, hashamatli oti, penya, sitrus choyi, vilyanda, temirchilik buyumlari, Malantino, maxsus sharobi. Bu sharoblar haqida ham men ham o'rganib chiqqandim. Paladionlarning obro'si o'liganimdan ham yomonroq ekan. O'sha ekanni o'ldirganim haqida mish-mishlar tarqalgach, hamma mendan qochadigan odamga aylandim. Endi ijtimoiy hayotim tamomdir. Ozgina toza havo olib kelay. Qayerda xato qildim? Ma'zur tutasiz. Sizni birozga mumkinmi? Menga kimdir gapiryaptimi? Ayol kishi. Bu kim bo'ldi? Hech kim yo'q. Haligi men. Gloria, Alti gerchegining 3-qizi. Altiya, bu degani. Ha, salom. Altiya oilasi psixodeliyadagi 3 yashirin kuchdan biridir. Ularning nomi Shimoliy bezorilar deb tanilgandir. Demak, u oddiy qiz emas. Ammo uni tanimayman. O'yinda biror marta ham ko'rmagandi. Ochig'ini aytaman. Menga kuchingiz kerak. Sababi tez orada meni o'ldirishadi. Men shu paytgacha otam tomonidan himoyalanib kelgan edim. Ammo endi otam vafot etdi. Otasi vafot etganidan keyin uni himoya qiluvchi hech kim qolmagan. Katta opam meni yaqinda aniq o'ldiradi. Xo'sh, bu oilaviy o'zaro kelishmovchiliklar. Qanchalik o'ylasam ham baribirga men uni eslay olmayapman. Menimcha uning sujeti boshlanishdan oldin allaqachon o'lib ketgan. Sizdagi bor kuch bilan, Lord Allen, siz qilishingiz mumkin. Men rad etaman. Sizdan quruq qo'l bilan yordam so'ramayapman. Agar siz meni qutqarib qolsangiz, men sizga Alti oilamning yarim mulkini beraman. Men endi ketaman. Ma'zur tuting. Men hozirda o'zimni zo'rg'a eplayapman. Shunday ekan unga ko'r umidlarni bermasligim kerak. Garchi yordam berishni istasam ham, men baribirga ham kuchli emasman. O'sha gaplarda aytilganidek. Xo'sh, men sizga omad tilab qolaman. Umid qilamanki, o'ziga mos sherik topadi. Ko'rinishidan Altiya buyuk oyga yaqinlashgan. Demak, shunday qilib, men bu narsalarni buyuk qizil oyga aytishim kerak. Yo'q, bu yaxshi. Uning ma'lumotlariga qarab ayta olamanki, u yagona Altiyadir. Avalonga qo'shilmagan. U yagona Altiyadir. Radanning nishoni bo'lmagan. Bu osonlashtiradi. Shunday qilib biz undan tashqari bo'lgan barcha Altiyani yo'q qilamiz. Ha, bularning barchasi Qizil oyning buyrugiga ko'ra bajariladi. Xo'sh, biz bu ma'lumotni yashirishimiz kerak. Shunday holatda Avalon unga tega olmaydi. Avalon ulkan jinoiy tashkilot o'tgan qismlarda mavjud edi. Nima menda qandaydir qobiq bormi? Odamlarni o'zimdan uzoqlashtiradigan. Salom. Bu salom men uchun edi, to'g'rimi? Balki endi birinchi marta men chindan ham boshqa zodagon bilan tanisha olishim mumkindir. Ha, salom. To'xta, yanami? Yana boshqa soyali o'yinchi. Albatta, bu yerda hech kim menga yaqinlashmaydi toki ularda o'zgacha bir muammolari bo'lmasa. Men xonim Ziyonani qutlayman. O, demak siz meni bilasiz.
Albatta, siz juda ham mashhursiz. Men tanigan joylarda, Astariya qirolligida 3 ta buyuk bo'lgan soya o'yinchilari bor. Ulardan biri Altiya shimolda, Palatio sharqda va Zenoniya muammo keltiruvchi g'arbda. Men chindan ham shunchalik mashhurmanmi? Zenoniya oilasining katta qizi Kaliya. Agar Palatio jinoiy guruhga o'xshasa, bu holda Zenoniya ular ko'proq aqlli va xavfli bo'lgan sindikatga o'xshashadi. Men xohlagan narsa esa tinch oddiy zodagon bilan aloqalarni o'rnatish edi. O'zimning tinch va oson hayotim uchun men u bilan hech qachon aloqalarni yo'lga qo'ymasligim kerak. Siz juda ham go'zalsiz, xonim. Rahmat. Men siz bilan ko'proq suhbatlashishni yoqtirar edim. Xo'sh, siz bunga nima deysiz? Men ham xohlar edim, ammo hozirda bizga juda ham ko'plab ko'zlar qarab turishibdi. Tushunganingizdek, iloji yo'q. Iltimos, ketishimga ruxsat bering. Siz mishmishlarda aytilganda ekansiz. Men siz bilan yana bir bor uchrashishni intiqlik bilan kutgan bo'lar edim. Bu bilan u nima demoqchi bo'ldi? Avalon haqida yetarlicha ma'lumotlarni yig'ib oldik. Lekin ko'rinishidan bizda yangi bir kishi bor. U inson o'sha insonni kuzatib bormoqda. Ko'rinishidan biz o'zimizga dum orttirganmiz. Bizda boshqa hech qanday buyruqlar yo'qdir. Shunday ekan, uni kuzatib boramiz va uni o'ldiramiz. Janob, ishonchingiz komilmi? Bu to'g'ri joy ekanligiga. Bu yer chindan ham biz izlagan o'sha kanyonmi? Hozir tush vaqti, lekin hali ham u yerda qorong'u zulmat mavjud. Nihoyat topdim. Mening ulkan maqsadlarimdan biri. Agar bu xarobalar chindan ham qadrsiz bo'ladigan bo'lsa, men siz bilan boshqa yurmayman. Yo'q, bu safar hammasi haqiqiydir. O'yinning ichida buni topish chindan ham oson edi. Bu yerga balni tashlagan holatda kelganimga sabab bo'lgan asosiy narsa bu yerdagi mavjud bo'lgan labirint edi. Shivirlashlar labirinti. Agar siz bu yerdagi 8 ta xonaning jumbog'ini ichadigan bo'lsangiz, sizga mukofot sifatida juda ham kuchli bo'lgan artefaktni berib yuborishadi. Men bu yerdagi barcha jumboqlar va savollarni juda yaxshi bilaman. Bu labirintni real hayotda ko'rish, bundagi hissiyot o'zgachadir. Bu zindonga birinchi marta tushganman, lekin hozirgi hissiyotlar o'zgacha. Janob, kanyonning ichini ko'rib chiqdim va shuni tushundimki, bu yerda kimdir qurgan. Va siz bu yer haqida qayerdan bilasiz? Men bu yerga ba'zida kelib turaman. Ba'zida kelib turasizmi? Jinurson, ozgina qoldi. Shunchaki hazillashdim. Mening bu haqida yo'llarim bor. Qani ishga kiraylik. Iltimos, bu narsalar haqida hazillashmang. Agar siz jumboqni noto'g'ri yechsangiz, bu qo'llar bizni shu ondayoq ezib tashlaydi. Qanday qilib yosh xo'jayin? Shunday vaziyatda ham shunday tinch turibdi. Biz 4 yildan beri birgalikda ishlaymiz, lekin haligacha men uni to'liq tushunmadim. Yetimlarni qutqarish, qullarga yordam berish, jinoiy guruhlarni yo'q qilish va shu kabilar. O'zining hududini zo'rg'a tashlab ketganda, lekin u hozir bu yerda bemalol harakatlanmoqda. Men buni tushunib yetdim. Buni ochish mumkin, lekin bundan oldin mexanizmlarni to'g'ri joylashtirib chiqishim kerak. Men bu kabi yosh va sirli odamga erishganimga sabab bo'lgan narsa, u qilgan barcha narsa qanaqa qilib bo'lsa ham har doim yaxshilik bilan tugaydi. Endi u bu safar nimalarni reja qilgan ekan? Nihoyat eshik ochildi. Men o'zimni hozirning o'zida yo'q, o'quvdan yiqilib tushadigan his qilyapman. Men zo'rg'a orqaga qaramaslikka harakat qilyapman. Ko'rishidan bularning barchasi nihoyatda tugadi. Ha, endi qora o'zlikni olamiz va bu yerdan ketamiz. Bu narsami? Lekin uning ko'rinishidan u mutlaqo foydasiz ko'rinadi. Bu yerda nimanidir olish oxir-oqibat baribirga ham muammo olib keladi. Ular shu yerda qoldir.
Lekin bu narsa bizga tegishli emas. Nihoyat men cheklov qasamyodini topdim. Xavotir olma, qaytayotganimizda hech qanday xavfli narsalar bo'lmaydi. Chindanmi? O'yini bilganim menga yordam berdi. Yosh xo'jayin, siz bu narsalarni ham kelishini bilgandingiz, to'g'rimi? Yoki yo'qmi? Kanyonning ichidagi toshdan yasalgan golemlar